Do'stlar, mana bugun 21-noyabr, men uydan birinchi kun deb chiqib ketyapman. Mana shu to'pni butun dunyoga mashhur qilaman. 10 ta davlatga borib, eng mashhur insonlarning oldiga borib dastxat qo'yib, shu o'zimni talantimni butun dunyoga tanish uchun yo'lga chiqyapman. Endi ko'pchilik ba'zilar har xil ma'noda gapirib, nima qilasan u deyapti, ehson temada ishla, shuncha odaming bor deyapti. Aka, keling-da mana. Akam ishlatamsiz mana. Mana shuni men radnoy akam bo'ladi. To'g'risi qaranglar, shu akam birinchi guruh nogironi, to'g'risi aytmasam bo'lmaydi. Ko'pchilik har xil gaplar qilyapti. Birinchi o'zimnikini yaxshi qilsam, keyin boshqalarga qo'l cho'zsam bo'ladi. To'g'risi, men akam hali uylanmagan, 98-yil. Oilam uchun endi harakat qilish kerak. Yoshligida akam shu yuragi urmay qolib, keyin yana qaytadan urib ketgan. Alloh qayta